Başla. Assalomu alaykum bütün dunyolik qarindoshlar, yaxshimisizlar? Biz bugun shu Xatoyninki Yatevirgan bölgesida shu yerdagi yetim bolalarimiz, ya'ni shu yerdagi qizlarimiz, o'g'illarimiz bilan birga inshaalloh ziyorat qilyapmiz qarindoshlar. Qarasanglar bu yerda yomg'ir yog'ib, bu qidirib kelgan yana hammasi yomg'irda ketdi. Bu yerda yashayotganlar, bu yerda yashayapman. Intayin qiyinchilik ketdi. Alloh bunga yordamchi bo'lsin. Bütün dünyadaki Uyg'ur xalqiga bir duo qilishini ham qayda qo'ldan kelgancha yordam qilishini umid qilamiz qarindoshlar. Alloh taolo yani bundan keyin Turkiyani yani bu kunni ko'rsatmasin. Gunohlari bo'lsa Alloh kechirsin. Alloh taolo Turkiyaga kuch quvvat bersin deymiz. Xuddi tarixda Turkiyaning endi bo'lgan o'xshash Çanakkale urushida ham oxirgi nafsimizgacha Turkiyaning endi ikkiligimizni bildirish uchun mana bu yerda tekrar yani biz ziyorat keldik. Bütün Uygur'umda salam, bütün Uygur'umdan dua talep kılımın. Esselamu aleyküm. Biraz Türkçe çekin başka şimdi kesin.